minnatdorman. Shukr qilarim bor kecha-yu kunduz. Ota-onamning bergan tarbiyatini haqini ado etib bo'lmas ekan hanuz. Nechun ular bunday mehribon, borliklari bir ulug' inom. Farzandining aybini yashirish va afv etishda bardavom. Mani elim, illatim, oynadagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fidon bo'lsin agar u mani kamida har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbegim mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib har yon ahli xarobotilar. Devona-yu mashoyiq abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayyon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani elim, o'zbegim, millatim, mani g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'limga doimani, bo'limga doimani, yana bu markazdan dono dunyoning olamida mani. Olamida mani. O'zbegim, mani elim, o'zbegim, millatim, mani g'urur. Zaminim elim go'da yanada bepayon, har tomonda Samarqand, Buxoro, Xiva tomon. Bo'limga doimani, yana bu markazdan dono dunyoning olamida mani. Olamida mani.